Iftorlik dasturxoni uchun qidirib sizlarga zo'r narsa topdim. Ishoninglar, tovada go'shtli pirog bunaqa zo'r chiqadi deb o'ylamadim. Agar yog'li, qatlamali somsali joniylarga degan bo'lsa, shu usulda bitta tayyorlab ko'ringlar. Demak, oddiy tuzli suvga xamir qorib olamiz. Xamirimiz tinib olguncha nachinkasiga o'tamiz. Sochni chiqishi uchun xohishga ko'ra dumba yog'i, maydalab to'g'ralgan piyoz, ziravorlar, ozgina suv solib, qiymamizni aralashtirib olsak bo'ldi. Tingan xamirimizdan teng 8 ga bo'lib, yupqaroq qilib yoyib olamiz. Ustidan qiymali nachinka, agar achchiqroq xohlasanglar, ozgina yarimdori qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Va boshqa xamirimiz bilan ustini bekitib, ko'rsatganimdek chetlarini tugib olamiz. Va tovamizni yog'lab, birin-ketin go'shtli piroglarimizni pishirib olamiz. O'girganimizda pichoqda ozgina havo chiqarib yuborsanglar, ichlari zo'r bo'lib chiqadi. Ishoninglar, qizlar, souslar bilan bitta shu usulda qilib ko'ringlar. Shunaqa o'rganib qarasizlar, albatta iftorlik dasturxoni uchun tayyorlab beringlar.